Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Ustoz, sizga katta rahmat. Shuncha podдержка qilyapsiz, shuncha bizga yo'l ko'rsatyapsiz. Avvalambor siz sababini qilyapsiz, biz sababini qilyapmiz ko'tarilishimizga, uspешный bo'lishimizga. Challenge-ga qo'shilganimdan mingdan ming roziman, xursandman. Menda challenge-ga qo'shilganimdan ko'p narsalar o'zgardi. Fikrlashim, biznesga qarashim. Keyin kitob o'qishni yomon ko'rardim, kitob o'qimardim. Hozir mana yangi vazifalar bergansiz. U vazifalarni kun bo'yida qilib, ertalab poxodga chiqqanimda boshqa kitoblarni, o'sha YouTubedan o'zi chiqqan kitoblarni eshitib o'sha o'qigim kelyapti. Bir menda problemam bor edi. Ertalab turolmadim. Ertalab bomdodga turishim qiyin edi. Ishga borishim qiyin edi. Ishchilarim soat 8:30 larda kelsa, men 9:10 larda kelardim. Ishim o'sha sababli orqaga cho'zilardi. Hozir bo'lsa mana disiplina bo'lyapti. Ertalab barvaqt turyapman, barvaqt ishga boryapman, ishlarim barvaqt qilyapman. Hammasi iziga tushib, sekin-sekin bo'lyapti. Sog'lig'imiz ham ko'tarilyapti. İşimizda ham baraka rivojini beryapti. Mana sizga rahmat deymiz. Biz ustoz, sizdan ham baxtliroq, omadliroq insonda biz, bilasizmi? Chunki siz o'zingizni ustozingiz bilan pryamoy muloqot qilolmagansiz-da vaqtida. Siz katta pul berib turib o'qigansiz. Biz bo'lsak arzimagan $100 berib kuniga har kun siz bilan pryamoy muloqot qila olamiz-da. Har kun siz bilan aloqada biz bemalol biz o'zimizning problemalarimizni ayta olamiz. Siz shunga biron problemamiz bo'lsa, problemalarimizga yordam berasiz. Постоянно поддержкада, постоянно aloqada. Shu uchun men o'ylaymanki, biz sizdan ham omadliroq, sizdan ham baxtliroq biz insonda biz. Shunday sizga o'xshagan inson shunaqa podдержка qilib, shunaqa imkoniyatlarni beryapti bizga. Biz bundan foydalanmasak bo'lmaydi. Biz foydalanishimiz kerak bundan-da. O'shanga juda ham xursandman challenge-ga qo'shilganimdan. Har kuni siz bilan aloqadaligim uchun juda ham xursandman ustoz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ustoz. Joningiz omon bo'lsin, ulayim, charchamang, kasal bo'lmang, sizga salik. Ustoz, oxirida sizga hali kerak edi o'ribman. Yaqini sal korrektirovать qilib o'rasiz. Juda hayajonda, bunaqa hali gapirmagandim. Yo, boshqatdan zapis qilib ko'ring. Agar bo'lmasa boshqatdan zapis qilaman. O'sha sal o'sha gaplayotgan gaplarim o'sha kallada qalay kelyapti, o'sha aylanyapti. Sразу videoni yoqib gapirdim. Kamda hayajon, kamda gamni qotib, o'shanga uncha yaxshi bo'lmadi. Boshqatdan bo'lsa, boshqatdan yana video qilamiz, syomka qilamiz. Videoni qaytadan o'zim eshitib chiqdim. Как будто bir kishi podskaska berib turgandek yoki bir joydan o'qib turgandek bo'lib qoldi. O'shani qaytadan zaplamiz ustoz.